Meni ham onam borlar, sizlarni ham onanglar borlar, hammani ona tuqqan. Ko'ryapsizlar. Aziz akam hozirda ishdan bo'shaganlar. Mana shu qo'lni ko'ryapsizlarmi? Shu onamizning qo'llari sizni ham onangizlarda bor, sizni ham onangizlarda bor, meni ham onamlarda bor. Mana opamlarni ko'ryapsizlarmi? Bu opamlar ham shunaqa nogironlik bilan chanilganlar 43 yildan beri. Hozirda bularni biz klinikaga yotqizganmiz, qo'yildik, Oqqo'rg'ondan olib kelib o'rtoqlar. Aziz akam, ya'ni bularni ukalari, bularni o'g'illari bo'ladilar. Aziz akam bilan birgalikda olib kelib, Oqqo'rg'ondan olib kelib, qo'yilib yotqizdik klinikaga. Opamlarni va onamlarni. O'rtoqlar, iltimos qilaman, kartalarni qoldirmayman. Kartalar doimgidek shu onamizlarning o'g'illari Ahmedov Aziz akaning kartalari bo'ladi, o'rtoqlar. Iltimos aytganimdek, bugungi fast foodingizni yemasdan, kola, energetik ichmasdan shuni pulini shu ikkita insonga ehson qiling, shu ikkita insonga yordam bering. Ertaga jannatga kirishingizga shular sizga yordam berilsin. Meni ham onam borlar, sizlarni ham onanglar borlar, hammani ona tuqqan. Ko'ryapsizlar. Aziz akam hozirda ishdan bo'shaganlar. Sababi bularga qarash uchun boshqa qaraydigan odam yo'q. Hech kimni boshiga tushmasin bunaqa holat. Avvalambor, nima uchun Aziz akam ishdan bo'shaganlar? Buni faqat boshiga tushganlar biladi. Faqatgina buni kechirganlar biladi. Shulardan qaytmasa Allohimdan albatta qaytadi sizlarga.